Batafsil Alp Motors kompaniyasi to'g'risida yana bir bor sizlarga to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, asosiy ishlab chiqarish sanoat zonasini tashqi hovli sahnida turibmiz. Biz ko'rishlar mumkin, ob'yom juda ham katta tarzda qilingan. Zohidjon aka bizga ushbu yerda joylashgan mototsikllarni obzor qilib beradilar. Bularning rasxodi haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, rasxodlari 7 litr atrofida bo'ladi. Ko'pchilik ushbu turdagi kabinali, benzinli, moshin rulli mototsiklga qiziqadi. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketsak. Assalomu alaykum, hurmatli YouTuberlar va aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Bobo Motors kanali uchun maxsus Alp Motors zavodidan maxsus lavhalarni oshiramiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa, batafsil Alp Motors kompaniyasi to'g'risida yana bir bor sizlarga to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Eng qizig'i, narxlari va xarakteristiklar to'g'risida, materiallar to'g'risida aytib o'tamiz. Demak bo'lmasam, boshlaylik. Hurmatli kuzatuvchilar, asosiy ishlab chiqarish sanoat zonasini tashqi hovli sahnida turibmiz. Ko'rishlar mumkin, ob'yom juda ham katta tarzda qilingan. Hozirda mana shu kelib turgan sezonga tayyorgarlik ko'rib turganligi uchun ustiga maxsus ko'k paketlardan mana shunaqa tutib qo'yilgan. Yomg'irdan, ortiqcha shamol yoki changdan asrash uchun mana shunaqa himoyalar qilingan. Kelinglar, zavodning ichki qismlari har bittasini o'z ko'zlaring bilan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, chiroyli kadrlarni sizlarga namoyish qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana zavodning ichki angar qismiga kirib oldik. Ko'rishlar mumkin, juda ham ulkan qilib ishlangan ushbu angarimiz. Asosiy ishlab chiqarish joyi bu yerda amalga oshiriladi. Hozir tayyor liniyada turgan materiallarni yig'ish, umumiy ishlab chiqarish jarayonini ko'rmoqdasizlar. Har bittasi maxsus konveyer liniyaga qo'yilgan holatda ishlab chiqariladi. Batafsil holatda mana ko'rishlaringiz mumkin, birma-bir qotirilib, maxsus texnik ko'rikdan o'tgan holatda tayyor bo'lsagina sotuvga chiqaradi. Lekin tayyor bo'lmasa, boshqatdan konveyer holatiga olib kelib, yana to'liq tekshirilgan holatda ishlab chiqaradi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir batafsil har bitta sistema joylarini o'rnatishyapti. Benzin dachidimizmi, umuman olganda hammasini ko'rib, mana batafsil ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Hozir radiatorlarni qotirishyapti. Motorlarimiz Zongshen kompaniyasiga tegishli. O'zbekistondan tashqari umumiy hisobda deyarli butun dunyoga ishlab chiqaradi. Ya'ni suvosti kemalardan tortib, hattoki havo kemalarigacha Zongshen kompaniyasi tomonidan motorlar ishlab chiqariladi. Ichida maxsus 3 donadan oshiq yaponskiy detallar bor. Mana ko'rsatib o'tishingiz bo'ladi. Made in Japan deb qo'ygan. Yaponiya detallari ishlatiladi, ya'ni sifatni yana ham yaxshi qilish uchun, zo'r qilish uchun ishlab chiqariladi. Kelinglar, svarka jarayonini batafsil sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu tarafdan ko'rsatsak, hurmatli kuzatuvchilarimiz, svarka jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Har bitta joyda mana ko'rsatib o'tishlari mumkin. Umumiy holatda ikkitadan yoki umumiy bitta razryadi katta bo'lgan svarchilarimiz ishlarni amalga oshirishadi. Servis xizmatlari ham shunga yarasha ko'rsatiladi. Ko'rishlaringiz mumkin, razryadlari juda ham katta bo'lgan ustalar ishlatiladi. Mana jarayonlarni bosqichma-bosqich ko'rishingiz mumkin. Svarka jarayonlari ham maxsus mis simlarda amalga oshiriladi. Ya'ni yaxshi holatda svarka bo'lishini ta'minlab berishlik uchun maxsus qoliplarga qo'yilgan holatda ishlab chiqariladi. Umumiy hisobda Alp Motorsda 17 xildan ortiq materiallar ishlab chiqariladi. Har bittasini o'ziga yarasha qolipi bor. Shu qolipga qo'yilgan holatda ishlab chiqarib, maxsus svarkalar holatda amalga oshiriladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, payvandlash jarayonimizdan so'ng eng asosiy tozalash va rang berish bosqichlariga yetib keldik. Ko'rishlaringiz mumkin, tayyor ramalarimiz bu yerda birinchi jirvirlanadi, tozalanadi, gruntovka beriladi, so'ngra rang berish bosqichlari amalga oshiriladi. Ranglar ham Yermanskiy toza kraskalardan foydalangan holatda ishlatiladi. Kelib ko'rishadi. Mana bokslarimiz bor, 4 ta boksimiz bor maxsus. Mana shu yerda rang berish ishlari amalga oshiriladi. Rang berilgandan so'ng mana bu yerda mana biror ko'rsatib o'tsak, mana tushunchalarning bor. Bu yerda milliy oshiq bo'lgan gradiyasi quritish hamda o'g'lash ishlari amalga oshiriladi. Hozir ochiq holatda turibdi, lekin mana shunday spirallar обязательно yonadi, qiziydi. 1000 gradusdan oshiq holatda kraskalar 2 soatdan 8 soatgacha bo'lgan jarayonda quritilish ishlari amalga oshiriladi. Shundan so'ng eng asosiy konveyer yig'ish jarayoniga o'tadi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kraska jarayonidan so'ng eng asosiy yig'uv liniyasiga olib kelinadi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yerga ramalar taxlab qo'yilgan tayyor kraskadan chiqilgan holatda. Ramalarni olib, so'ngra mana shu yerda
balonlari qotirilgandan keyin ko'rishingiz mumkin tayyor konveyer liniyasiga qo'yiladi. Konveyer liniyasida asosiy qilinadigan ishlarimiz motor o'rnatiladi, elektronika qismlari o'rnatiladi, radiatorlar o'rnatiladi hamda benzin bachoklari o'rnatilgan holatda yarim tayyor holatda yig'ib chiqariladi. Shundan so'ng asosiy ishlab chiqarish sahniga, ya'ni hovli sahniga qo'yiladi. Agar kimgadir Motoroller kerak bo'lsa, hovli sahnadan tayyor bortlari o'rnatib berilgan holatda sotuvga chiqariladi. U jarayonlarni ham hozirlar bilan birma-bir ko'rsatib o'taman. Agar Motoroller kerak bo'lsa, asosiy yig'uvchi ustalarimiz har bitta bortdan olingan holatda tayyor, mana ko'rishlaringiz mumkin, ko'rsatib o'taylik. Yarim tayyor bo'lgan Motorollerlarning ustiga bortlarni qo'yib, qotirilib, tayyor yig'uv jarayonlarigacha olib kelib berishgan, ya'ni mijozni qo'liga topshirishadi. Kelishsa zavodda o'zidan ham xarid qilish imkoni bor. Agar xohlasa ko'rish jarayonlarini kelib ko'rsatishimiz ham mumkin. Bizda yopiqlik yo'q, hech qanaqa, hammasi ochiq bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, ya'ni sifatli mahsulot xaridorlarimiz qo'liga yetib borsin. Bobo Motorsdan kelgan mijozlarimizga ham maxsus chiroyli narxlarda qilib bera olamiz. Endi eng asosiysi narxlarga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Demaymasam showroomga yo'l olamiz. Demak, sizlarga bu yerda ishlab chiqariladigan mototsikllar haqida, assortimentlari, parametrlari haqida ushbu showroomga tashrif buyurdik. Ushbu showroomda bosh sotuvchisi Zohidjon aka bizga ushbu yerda joylashgan mototsiklarini obzor qilib beradilar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Bir boshdan mototsikllarni arzor qiladigan bo'lsak, mamnunmiz aka. 3 tonnali. Aha. Razmeriga keladigan bo'lsak, 1.40 ga 220. Aha. Motorimiz 200 kubali motor hisoblanadi. Jinshin motor. Zongshen motor. Zongshin motor, qo'sh balon hisoblanadi aka. Qo'sh balon. Aha, qo'sh balon aka. Ya'ni ushbu turdagi mototsikllarga qo'sh balonga qiziqadiganlar uchun maxsus ushbu turdagi mototsikllarimiz. Demak, bu yer zavod bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri narx aytilmaydi. Pastda nomer qoldirganmiz. Ushbu nomerlarga aloqaga chiqsa bo'laveradi. Bu yerda qanchadan qanchagacha oralikda $1300 $5000 bor aka motor. $1300 $5000 bo'lgan mototsikllar bor. Markasiga, tonnasiga qarab narx-navolar o'zgaraveradi. Shuning uchun biz hozir grubi qilib aytyapmiz. Har bittasini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, videomiz ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun grubi qilib aytyapmiz. Agar qaysidir model sizni qiziqtirsa, pastda opisaniyada nomerlar qoldirilgan, o'sha nomerlarga aloqaga chiqsangiz to'liqroq ma'lumot beriladi. Albatta. Demak, davom etamiz. Bu mototsiklni tanishtirib o'tdingiz. Keyingi mototsiklimizga tanishtirib o'tsangiz. Bu 2 tonnali. Aha. Bortda 1.35 ga 220 hisoblanadi. 1.35 sm eni, 220 uzunligi. Uzunligi. Bu bitta balonli, e'tibor berasizlar. Bir balonli hisoblanadi. Demak, bir vidlarni ko'rsatib o'tsam-da. Bu old tomondan ko'rinishi o'zining ajoyib shamol to'sadiganlari, Bluetooth kolonka magnitofonlari bor. Zongshen albatta bo'lgan motori. 200 kubali motor bilan jihozlangan. Mana shu. Albatta. Bularning rasxodi haqida bizga qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, rasxodlari 7 litr atrofida bo'ladi. Albatta, yo'l holati, yuk holatiga qarab. Yuk holatiga qarab. Misol uchun siz yo'lingiz yaxshi tekis yo'l bo'lmasa yoki bo'lmasam tonnasi balandroq yuk bo'lsa, rasxod shunga qarab ozgina o'ynashi mumkin yoki yengil bo'lsa kamayishi mumkin. Demak, 5 litrdan 8 litrgacha desak bo'ladi. 8 litrgacha rasxod qiladi. Ikkovi shu 5 dan 8 gacha bo'lgan oralig'ida. Albatta. Demak, garantiyalar qanaqa? Zavod tomonidan, Alp Motors zavod tomonidan beriladigan garantiyalar 2000 kilometrga garantiya beriladi. Uni ichida 500 kilometr obkatga bo'ladi. Obkatgadan chiqqandan keyin moyni almashtirasiz va 2000 kilometr mobaynida yurish qismiga garantiya beriladi. Faqat bitta tarafi mana bu seklina peredelidan tashqari. Chunki bu narsa juda ko'p buziladi. Buzilishining sababi o'sha haydovchining o'zida bo'ladi aka. Buni chala bosib yoki yaxshi ishlatmaydigan holatlarda bu 100 kilometr, 1 kilometrda ham buzilib qolishi mumkin. Shuning uchun bu Alp Motors tomonidan bu narsaga garantiya berilmaydi. Albatta. Davom etamiz. Demak, ko'pchilik ushbu turdagi kabinali, benzinli, moshin rulli mototsiklga qiziqadi. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tib ketsak. 2 tonnali aka. Aha. 2 tonnali. Demak, salonimizni ko'rsatib o'tsak. Bu deylik, labolardagidek mexanika hisoblanadi. Boshqaruv ruli, moshin rullariniki tablolari bor ekan. Sovuq kunlarda harakatlanish uchun pechkalari, issiq kunlarda albatta sovutish tizimi lyuklari bilan bor. Ikkichi bir vaqtingizda bemalol harakatlansa bo'ladi. Pavishli funksiyalari bor. 2 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan. Motor hajmi qanchadan tashkil etadi aka? Motor qanchalik? Motor 200 kub. 200 kubali motor bilan ta'minlangan.
Bu old tomondan albatta ko'rinishi dvorniklar, ya'ni yog'ingarchilik mavsumida dvorniklarni ko'rishingiz mumkin. Bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Ranglarda assortimentlar bor. Bemalol pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Zavoddan to'g'ridan-to'g'ri narx aytilmas ekan. Shuni inobatga olgan holatda ushbu pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqsangiz, O'zbekistonning istalgan viloyatidan turib xarid qilsangiz bo'ladi. Dastlabki xizmatlari ham bor albatta. Davom etamiz. Keyin ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz Kabinali hisoblanadi. albatta pol kabina. Mana pol kabinali hisoblanadi. 2 tonna. 2 tonna yuk oladi va 1.35 ga 2 razmeri. 35 ga 2 razmerni tashkil etadi. Bort Tashkil kabina. etadi. 2 tonnaga yuk 2 tonna mo'ljallangan. yesa bemalol yukni ko'tara oladi. Kabinasini ichiga keladigan bo'lsak, Demak, mana ko'rsatib o'tsak, odamlar o'zi ko'rsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Zavodskoy torpedalar bilan qoplangan. Magnitofon kolonka, bluetoothlar, hamma narsasi bor. Elektronik tablolar, elektronik kechasi bemalol harakatlanishda hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi. Zavodskoy kabinasi bilan xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun ushbu pol kabinali 2 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan ushbu modelimizni sizlarga tavsiya beramiz. Narxi bo'yicha yana bir marotaba qaytarib o'tamiz. Pastda qoldirgan nomerlarimizga aloqaga chiqasiz. Demak, keyingi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz 3,5 tonnali aka. 3,5 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan Alt Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan benzinli qo'sha ballonli mototsiklimiz. 1.40 ga 260 hisoblanadi. 1.40 ga 260. Bortini Bortini ko'rishingiz mumkin. Juda uzun hajmdagi yuklar uchun juda qulay. Albatta. Va bu qo'sh balon hisoblanadi aka. Qo'sha ballon. Qo'sha balon. Va buni yana bir xuddi shuni yana bitta modeli bor. Samasval, ya'ni bu 3,5 tonna yukni og'daradigan modeli. Ha, 3,5 tonna yukni og'daradigan model ham bor. Ya'ni Samasval so'ragan mijozlarimiz uchun Samasval assortimentlarda ham bor albatta. O'zimizning tilda tushuntirganda birinchi, ikkinchi pozitsiya hisoblanadi. Bu birinchi pozitsiyasi bo'lsa, u og'daradigan Samasval ikkinchi pozitsiya hisoblanadi. Ha. Shunda tushunarli bo'ladi. Albatta. Xo'p, davom etamiz. Bu motorlari necha kubani tashkil etadi? Bu 300 kubali motor. 300 kubali motor bilan ta'minlangan. Yo'llari ham ancha uzun, yo'llarni bemalol Bitta ko'rsatib o'tib ketsak, mana tepa kadr, dron kadr qilib ko'rsatib o'tib ketsak, 260. Bu qurilish sohasida armatura tashiydiganlar uchun ham juda qulay yoki uzun hajmdagi yuklar nima bo'lishidan qat'iy nazar juda qulay bo'lgan mototsikl hisoblanadi. 3,5 tonnali. Keyin ko'rib o'tmoqchi bo'lgan Bu mototsiklimiz kichkintoyimiz 1,5 tonnali hisoblanadi. 130 ga 180 bort hajmi. 130 ga 180. Ya'ni elektronik mototsikllar 1 tonnali parametr bilan bir xil bort 180 ga 130 ni tashkil etadi. Xo'p, motori 200 kuba motor jihozlangan bo'ladi. 200 kubali motor bilan ta'minlangan. Motor bilan ta'minlangan. Albatta, bu 1,5 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan Alt Motors'ning ushbu modeli, benzinli model. Bu old tomondan ko'rinishi. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqamiz, qaytarib o'tamiz. Negativlar bo'lishi mumkin. Zavod tomonidan to'g'ridan-to'g'ri narx aytilmaydi. Chunki O'zbekistonning 12 ta viloyatida narxlar har xil bo'lishi mumkin. Bu albatta yo'l kira hisobiga bo'ladi. Qilinadigan rasxodlarni inobatga olgan holatda hamma joyda har xil narx-navo belgilanadi. Faqat hisobga olinglar, shuning uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, qaytganliginglarga qarab, shunga qarab narx-navolar aytiladi. Demak, mana benzinli mototsikl kichkina, ya'ni kichik hajmdagi yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan benzinli mototsikl so'raganlar uchun ushbu modelni tavsiya eta olamiz. Bu modelimiz 600 kilo 600 kilogramgacha yuk oladi va 90 santimetrga 1 metr 30 santimetr. 90 ga 130. 90. Ya'ni bu mototsikl modelni aka mol chorvadorlar uchun tavsiya etsak bo'ladi. Ya'ni o'sha chorva boqadigan Albatta. mollar joylashgan xonasigacha bemalol kirib foydalansa bo'ladi yoki qisqa bozor ichida juda qulay bo'lgan Albatta. model ekan. Korobka uzatish qismi avtomat korobka hisoblanadi. Ya'ni D ga urasiz oldiga, R ga urasiz orqaga. Boshqaruv tizimi avtomat. Avtomat korobka. Ya'ni mexanikani tushunmaydiganlar uchun ham avtomat. Buni bemalol ayol kishilar ham foydalanib minib ketishlari mumkin. Faqat uzatish qismi avtomat korobkaligi uchun. Ha, albatta. Davom etamiz. Keyin ko'rib o'tmoqchimiz. Keyingisi bu 900 kiloli. 900 kilogramgacha yuklar uchun mo'ljallangan. Yuk ko'tara oladi. Bu ham avtomat korobka. Albatta, Va 130 kubali motor bilan jihozlangan. 130 kubali motorlar. Biru birga 160 hisoblanadi bu. 1 ga 160, ya'ni 110 santimetrga 160 santimetr tashkil etadi. Keyin ko'rib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz
Hop, bunimiz bir tonali hisoblanadi. 150 kubalik motor bilan jihozlangan. 1.30 ga 1.30 ga 1.80. Bak, bort hajmi 1.80 ga 1.30 ni tashkil etadi. Boshqaruv tizimi Buni ham avtomatik aloqa boshqaruvchi tizimi. mana ko'rsatib o'tamiz. To'g'ri. Shunchaki oldi orqa mashinalarnikidagidek bir xil. Faqat joylashuv tizimi boshqacharoq. Buni demak obzor qilib o'tdik adashmasam. Yo, yangi model bu. Obzor qilgan ekanmiz buni. Davom etamiz. Keyin ushbu modelni bizga bir tanishtirib o'tib ketsangiz. Hop, bu chorva model hisoblanadi aka. Aha. 1.35 ga 220. Bort hajmi 1.35 ga 220. 20 hisoblanadi albatta aka. Chuqurligi 70 sm atrofida bo'ladi. Bortini o'zi 70 sm, kletkasiga yana qo'shimcha 50 sm dabavkasi bor. 1 metr atrofida o'tadi bort. Bort hajmi shunda 1 metrdan oshadi albatta. 1 metr atrofida bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz. Bu nafaqat chorva modeli, ya'ni boshqa uy ro'zg'ori uchun juda qulay bo'lgan mototsikl hisoblanadi. Bekorga chorva deyilmagan kletkalar bor. Mayda mol, katta mollarni bemalol tashsangiz bo'ladi. Bu bozorda savdo bilan shug'ullanadigan cho'pon akalarimiz uchun juda ham qulay bo'lgan mototsikl hisoblanadi. Ko'ryapsiz, assortimentlar juda ko'p. Buni ham adashmasam tanishtirib o'tdik. Va ushbu mototsikllar Labo bilan bemalol raqobat qilsa bo'ladi. O'tib ketib ham bo'ladi, o'tib ketsa ham bo'ladi. Bu ko'rinish ham seryozni turibdi. Bemalol mototsikl borasida O'zbekistonda yangilik desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Demak aka, buni bizga bitta qisqa obzor qilib tanishtirib o'tib ketsangiz. Bunimiz 3 tonna yuk oladi. Aha. 250 kubalik motor bilan jihozlangan, mashina motor bilan. Salon qismlari. Demak, bu motori mototsikilnikidan farq qiladi. Mashina qiladi albatta. Motor hisoblanadi. Demak, salon qismini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mexanika hisoblanadi bu ham. Bu endi mototsikl sohasida yangilik albatta. 3 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan. Demak, bu yerda parametrlarni ham yozib qo'ygan. Kimga agar qiziq bo'lsa, shu joyni screenshot qilib olishni maslahat berardik yoki videoni to'xtatib ko'rishni. Bu salon qismiga juda ham noodatiy dizayndan foydalanishgan ekan. Sidenkalar ham juda yumshoq. Kojinli. Isitish, sovutish tizimlari. Sovutish tizimi konditsioner hisoblanadi. Bu ko'rishingiz mumkin. Tepa ventilyatsiyon sistemalar ham bor. Pechkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mashinalarnikidagidek rulga signal bor. Albatta. Mexanika boshqaruv tizimi gaz, tormoz, tiplenadan iborat. Bu yon oynalar ko'tarib tushishi мясорубка holatda mana ko'rishingiz mumkin. Ochib yopish xuddi mashinalarnikidagidek. Обычный. Вообще ideal holatda. Ranglari, assortimentlari shu ikki xil. Rangda assortimentlar bor. Ya'ni молочный цвет hamda oq tsvetlaridan. Balon razmerlarini sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketsak, tak boshqa mototsiklardan farq qiladi. Boshqa mototsiklar 5 kunlikni tashkil etsa, ushbu mototsiklimizning balon razmerlari 6 ga 13 ni tashkil etadi. Mana ko'rsatib o'tamiz. 6 razmerdagi 13 diskalardan foydalanilgan. Bu demak sizlarga Alp Motors zavodidan olingan video rolik bo'ldi. Agarda bizning ushbu video obzorimiz sizga qiziq bo'lsa, kommentda o'z izohlaringizni qoldirishingizni so'raymiz. Qolaversa, bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda videoga like bosib qo'yishni ham. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham unutmang. Hammaga rahmat.